Bayda ikki mashina solib qo'yganmiz. Bu mashinada oldi kamera navigatsiyasi yozmayotgan ekan. Biz buni vijillab qo'ygan ekan. Hozirga chiptedingiz qo'yib qarasak, mana shu qo'limdagi narsa kamera bo'ladi. Oldidagi kamerasi ketib qolgan ekan. Mana hozir bu yerda kamera ishlayapti. Mana hozir bundoq qilaman. G'ulom bilan o'zimni ko'ryapmiz. Biz mana bu qo'limda turgan kamera, o'ng qo'lim turganini biz yangi qo'yib ko'rdik. Hozir ishlayapti. Xullas bu mashina yangi deganim, o'zim mashinamda yangidan yechib ko'rdim. Mana shu vijillab qolsa mana shunaqa kamerasi ketgan bo'ladi. SHO'ga qarab, bitta sekretini ochib qo'ydim sizlarga. Kamera alishtirasizlar. Hozir monitorda ko'rsatyapti. Mana servisni ham ko'rsatib qo'yaman. Mana bu yerda g'ulomni ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, akalar, bu yerda yakka oldi kamerasi, navigatsiyasi vijillab sakrab qoladi. Bu qo'limdagi mana shu kameradan bo'ladi. Ko'proq shundan ketadi. Agar kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kimga olib kelsanglar bitta qarab, to'g'rilab, to'g'ri diagnoz qo'yib chiroyli ko'rsatib beramiz. Sog' bo'linglar, BYD Avtomaster 33 kodi bilan 153 to'g'rimi bo'lam? To'g'ri aka. Keyin yana bitta narsa, ustalarga, ayrim ustalarga ehtiyot bo'lasizlar. Mana bu sonsiz aytishimga, men taxminim bo'yicha shu sonsiz aytishimda shu suv ko'p sepiladi, siqiladi. O'shanda kameraga suv tushgan. Taxmin qilamiz. Bu kuyishini taxmini, kameraning kuyishini taxmini sonsiz aytishning, to'g'rimi? Ha, shunaqa taxmin qilyapmiz. To'g'ri. Yana kim biladi, vallohi. Bu ogohlantiruv usta akalarga bo'lyapti. Tonirovka tortadigan, birovni plyonka tortadigan, sonsiz aytishni tortadiganligi tegishli gap. Sog' bo'linglar.